Word dasturida matn yozayotganimizda matnimiz ostiga xuddi shunaqa qizil to'lqinsimon chiziq chiqib qolish sababi haqida gaplashamiz. Bu qizil chiziqlarning vazifasi, agar siz yozayotgan matningizda xato yozayotgan bo'lsangiz, qizil chiziq sizni xato yozyapsan deb ogohlantiradi. Xo'p, o'zbek tilida bu qizil chiziq bizga hech qanday yordam bermaydi, chunki agar biz sof ingliz tilida yoki rus tilida ishlayotgan bo'lsak, bu chiziqlar bizga yordam beradi. Qanday? Misol uchun mana hello so'zini yozdim. Bilamiz ingliz tilidan salom degani va bu ikkita l-dan iborat. Probel tugmasini bosadigan bo'lsam, mana bu yerda qizil chiziq paydo bo'lib qoldi. Va men o'sha yozuvni ustiga borib soncha o'ng tugmasini bossam, menga mana to'g'ri variantni taklif qiladi va men buni bosadigan bo'lsam, endi yozuvni to'g'risiga almashtirib ketsam bo'ladi. O'zbek tilida bizga bu dastur to'g'ri variantni taklif qila olmaydi. Mana misol uchun shayxni oldiga boradigan bo'lsam, mana to'g'ri variantlar yo'q. Shuning uchun qizil chiziqlar bizga o'zbek tilida yordam bera olmaydi. Hozir endi men sizlarga bu chiziqlarni qanday olib qo'ysak bo'ladi, shu haqida ko'rsatib beraman. Buning uchun fayl bo'limiga o'tamiz, bu yerdan parametr oynasiga tushamiz. Xo'p, 3-bo'lim prava opsiyaga o'tib, eng tagidagi ikkita joyga galchkalarni yoqib qo'yadigan bo'lsak va OK tugmasini bossak, mana endi qizil chiziqlar bizning g'ashimizga tegmaydi. Bemalol o'zimizning ishimizni davom ettirishimiz mumkin do'stlar.